Assalomu alaykum. Assalomu Xo'ja aka, alaykum. ahvolingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi? Sizlarda qiynalmayapsizlarmi? Tuzyapsizlar? Charchamasdan. Yaxshi, rahmat. Qayerdansiz, Xo'ja aka? Biz Toshkent oblasidan, viloyati Olmos shahridanman o'zim. Mana shu 3 yil 4 yil oldin insul ushlagandim. Meni insul ushlagandim. O'zim shaharda Olmos shahrida davolandim. Buni yana mana shu Muhriddin tabib deganni eshitib keldi. Undan oldin bizni shahardan bir ikkitasi kelib ketgandi. Tabiblar. Yo'q, haligi mijozlar. Mijozlar, ha, bu yerga kelib ketishgan. Bu yerga kelib ketgan, meni to'xtatdi. Orol uka dedi, sen ham dedi borgan, sen ham insul bo'lgansan, oyog'ing dedi, yaxshi algida yaxshi ishlamaydi, bilasan. Bilaman dedim. Ular kelib ketgandan keyin meni nima deydi, chaqirdi bu yoqqa. Birga keldik. Allohga shukr, mana 3-kurs anusini olyapman. Xudoga ming qatla ko'rish, yaxshi oyoqlarim yaxshi. O'tib turamasdan emas, bemalol o'tib turyapman. Davlenim 170, 180, даже 200 gacha chiqardi. Alhamdulillah, Xudo shukr, mana kechada o'lchadik. 120 ga 85, 120 ga 80. Lekin baribir qo'zar ekan. Uncha. Yana bugun o'lchuvdim 150. Aytdiki, yaqin ovdimda haligi asalari bilan. Bu qo'zg'aydi dedi. Qo'zg'ab yana o'tizadi. Uyga borsalaring yana ilqib qoladi dedi. Rahmat, mana shunday nima deydi? Shifo maskani qilibdi, endi asallari bilan men xursandman, lekin ko'p mana eshityapman, uni mana даже nima deydi? O'simtasi borlar ham kelib ketyapti. Shifo topyapti. Yaqinda birasi keldi, oldin o'zi 3 santimetr bo'lgan ekan. Haligi o'simta. Hozir 1,5 santimetr qolibdi-da, ketgan ekan. Mana yana qaytib keldi, shu Xorazmdan. Ha, Xorazmdan. Ko'rdingizmi? Endi bu deganimki, bu asarlari yaxshi narsa ekan, davo berar ekan har kimga. Rahim, mana shu Tanjon sog' bo'lsin, rozbog' bo'lsin, shunday maskanlar yaratdi. Ular topganlarga baraka bersin. Hammasi mana shu kursanda. Ko'pini ushlasaman deydi, yaxshi bo'lib ketyapman. Men 3-kursmanda men olyapman. Hammasi yaxshi bo'lib ketyapman deydi. O'sha alqib keldik-da biz ham shu. Necha yil oldi insult olganingiz? Tushunmadim. Necha yil insultga? Necha yil oldi? 3 yilmi? 3 yil oldin insult oldingiz. Asarat qovdi-da. Asarat qolgan. Xuddi qabdi o'ziga kirdim, shunaqa. 4 kurs olsangiz, Xudo xolasa ko'rmaganday bo'lib ketasiz dedi-da. Hozir hammangiz yaxshi. Allohga yaxshi harakatlar. Ancha yaxshi. Akasiz, Alloh shifo bersin. Bu yerda xizmatlarga ham rahmat. Tanjon sog' bo'lsin. 3 mahal issiq ovqat. Gap yo'q, nima deydi? Qo'y go'shtlaridan, sveje nima deydi? Tovuq go'shtlaridan